Alaykum Muslim Avisan obunachilari kanalimizga xush kelibsizlar aka-ukalarimiz. Xudo xolosa biz bugun bozor Ilko smartfon, bitotexnika, aksessuar, xullas bu magazinimizda konditsioner, xolodilnik, televizor, hamma narsa mobilniy telefonlarimiz ham bor. Xudo xolosa aka-ukalarimiz. Endi adreslar so'rashlaringiz bo'lsa, Samarqand oshxonasidan keyin aptika bor, aptikadan keyin akamizning magazini joylashgan ko'rib turganlaringizda, ya'ni birinchi etajda tashqarida konditsionerlar turibdi. Bularda sizlarga narx-navolarni, dastavkalarni sizlarga tanishtirib o'tishga harakat qilaman aka-ukalar. Hamja bizda aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda magazinimizda konditsioner, bitovoy texnika, xolodilnik, televizor, telefon hamma narsani ko'ryapsizlar aka-ukalarimiz o'zlaringiz. Tak, endi buni ustanovkalariga kelsak, Shartuzga, Qabadonga, Bishkentga ustanovka, dastavka qilib beradimiz Xo'ja akamiz. Ekranda telefon nomerlariga promay telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Ya'ni WhatsApplar ham ulangan aka-ukalarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bu 1850 so'm. Boshlanish 1850 so'm. Oxiri 6800 gacha. 6800 gacha. Endi dastavkalar hammasi bu. Bor a? Konditsionerga o'taylik. Konditsioner 12 kublik, medli 3 yil garantiyasi bu. 2300 uygacha qayerga bo'lsa ham. To'g'ri bo'lishtiramiz. Ustanovkalari, dastavkalari hammasi o'zlaringiz. Nechta rayonga dastavka bor, ustanovka bor? Qabadon, Bishkentda. Shartuz, Qabadon, Bishkent 3 ta viloyatga dastavkalarimiz, ustanovkalarimiz bor a? Uzoq bo'lsa, uni maslahatlashamiz. Masalanki, masalan narxini aytyapsiz, shu aka-ukalarimiz musofirda turib bir xillar telefon qiladi-da, endi senalar bilmaydi. Biz shu aka-ukalarimizga hozir syomka qilib, ya'ni YouTube'ga biz taqsim qilamiz. Aka-ukalarimizga chegirmalar, ya'ni aksiyalar qanday bo'ladi aka? Aksiya podarkasi ham bor aka. Podarkasi ham bor a? Mo'ljallangan narsalarga aksiyalari bor, dastavka ustanovkamiz bor. Juda ham yaxshi. Endi qarang, Xo'ja aka magazinimizda ne только konditsioner, ne только xolodilnik, bu magazinda hamma narsa bor. To'g'ri, telefon, konditsioner, xolodilnik, palisos, xullas televizor ham bor. Mashinalar bor, ha. Televizorlar 800 so'mdan boshlanadi. Stiralniy mashina 2500 dan. Stiralniy mashina 2500 bilan. Tak, значит, bu yerda 6 kilolik, 7 kilolik, 8, 9, 10, 8, 9 hamma nomitdan bor, firmalardan ham bor. Stabilizator hamma turidan bor. Stabilizatorlar, duxovkalar bor. Solnechli panel, gibrid, akkumulyator, hamma narsa bor. Nima bo'yicha agar kerak bo'lsa telefon qilaversin. Panel bo'yicha любой masalasiga telefon qilaversin. Siz nomerni qo'yasiz, telefon qilsin. Sizning o'tingizdan yana skidkalari bor. Juda ham yaxshi Xo'ja aka. Tamom. Aka-ukalarimiz o'zingiz ko'ryapsizlar, Xo'ja akamiz o'zi musofir aka-ukalarimizga agar telefon qilsangiz, podarkasi ham bor deydi, chegirmalari ham bor deyapti aka-ukalarimiz. Xullas bu magazinimizda bitovoy texnika, ya'ni domashniy uylarga kerakli narsa hamma narsadan bor. Ekranda bitiga sizlarga qaytarib o'taman, telefon nomerni qo'yib qo'yaman, promay telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Ya'ni WhatsApp raqamlarimiz ham ulangan, o'z vizitkani olib, vizitkadan sizlarga telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Xolodilnik, morozilka, telefonlar ham bir ko'rsating, telefon hamma kredit bo'yicha bo'ladi. Aka-ukalarimiz, telefonlarimiz, mobilniy telefonlarimiz Honor, Redmi, xullas Samsung, iPhonegacha bor. Ya'ni bu telefonlarimiz narxi qanday bo'ladi desalaringiz, xudo через bank, ya'ni sizlarga kredit orqali ham to'g'rilab beradi. Xullas, siz ko'ryapsizlar, hozir tomosha qilib birinchi reyt mana Samsungdan boshlangan, xullas Redmi hammasidan ketgan. Ikkinchi reytda ham ko'ryapsizlar, bo'limini sinal turibdi, juda qimmatmos, ya'ni chegirma arzon, ya'ni skidka qilib beradi. Uchinchi reytda ham ko'ryapsizlar, aka-ukalarimiz Infinity qandaydir Redmi, xullas qanday firmadan kerak bo'lsa, hamma firmadan bor. To'rtinchi reytda ham ko'ryapsizlar, aka-ukalarimiz, xullas o'zlaringiz tomosha qilingiz aka-ukalarimiz. Nima deymiz? Men sizlarga markaziy savdo texnikdan telefon nomerlarini aytib o'taman aka-ukalarimiz. 992 bo'ladi, 93 409 94 49 raqamlarga telefon qilsalaringiz, WhatsApp bor, Telegram bor. Akamiz oti Valijon bo'ladi. Ikkinchi nomerimiz aka-ukalarimiz bozor markaziy. Tak, +992 979 09 09 raqamlariga, ya'ni Dushanbe City kartalarimiz ulangan. Bu akamizning telefon nomeri Faruq qo'yilgan, ya'ni ismi Faruq bo'ladi. Nima deymiz? Biz videomizni tugatib qolamiz. Xudo xolasa keyingi videoga ko'rishguncha xayr.